Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 6 fevral Amerika prezidenti Barack Obama tilovatchilar uchun Washingtonda o'tkazilgan davlat ziyofatida so'z qilib, Uyg'urlarni alohida tilga oldi. Barack Obama sözüde Xitay, İran, Şimali Koreya qatarlıq diktator ellerinin dini siyaseti ve bu ellerdeki azsallık milletler duş kelayotgan besimlar haqida maxsus to'xtaldi. With Chinese leaders, and we do a lot of business with the Chinese, and that relationship is extraordinarily important not just to our two countries but to the world. But I stress that realizing China's potential rests on upholding universal rights, including for Christians and Tibetan Buddhists and Uyghur Muslims. Obama sözüde Beijing dairelerini öz territoriyasidagi her millet xalqining etiqad erkinligiga yo'l qo'yishga chaqirdi. U mundaq dedi: "Men Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotidagi yo'shirin kuchini davomli saqlab qilishi, amaliyot uning o'z territoriyasidagi xalqlarning negizlik huquqiga hurmat qilishiga bog'liq ekanligini ta'kidlab keldim." Bu yana o'z navbatida Xitoydagi xristian muridlari, Tibetlar va Uyg'ur musulmonlarining huquqlarini o'z ichiga oladi. Bu munosabat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayi raisi Rabia Qodir xonim ziyoratimizni qabul qilib, Prezident Obamaning Uyg'urlarni tilga olishi, Uyg'urlarning siyosiy da'vosi uchun intayin muhim ahamiyatga ega deb ko'rsatdi. U bunlarni bildirdi. Bugün Obama efendiminin muşu ettigenlik naştıda Uygur meselesini olayda bulup mu dini erkinlik meselesi bilen bastırılıvatkan Uygurlarının ahvalını olayda eğizge ağallığı bütün Uygur halkı için etki vaxtıda gerçi hazırlı işimizi hal olup ketmesi mi nahayeti çok hoş haber. Bu hafta biz Amerika hükümetige ve Aksaray'daki barlık xadimlarga Obama efendimge Uygur halkı namıdın, özümüzün namıdın, Dünya Uygur Qurultayi namıdın cheksiz rahmet etimiz. Bu yıl 1997 yıldaki 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 17 yilligi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylarida mazkur voqeani eslash va shu kunlik bostirishda hayotidan ayrilgan Uyg'urlarni xotirlash faoliyatlari o'tkazildi. Faoliyatlar Xitoy elchixonalari oldida namoyish qilish, yig'ilish qilib Uyg'ur masalasini tonishtirish va suhbat yig'inlari shakllarida davom qildi. Amerika poytaxti Washington atrofidagi Uyg'urlarmi 5 fevral Washingtondagi Xitoy bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Namoyishni Uyg'ur Amerika birlashmasi tashkilladi. Namoyishga Dunyo Uyg'ur Qurultayi raisi Rabia Qodir xonim o'zi yetakchilik qildi. Bu xildagi faoliyatlar yana barliq Yevropa ellari, Kanada, Avstraliya, Yaponiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya qatorliq davlatlarda o'tkazildi. Bu qitimqi namoyishda yana Xitoy amonlik kuchlari tutib ketib, hozirgacha izdirki bo'lmagan Ilhom To'xti, Abduvali Ayub qatorliq Uyg'ur ziyolilari tilga ilindi va ularga erkinlik talab qilindi. Bosh shtabi Nyu-York shahridagi G'amxo'r olimlar komiteti ochiq xat e'lon qilib, Xitoy raisi Shi Jinpingni Ilhom To'xtining masalasiga aralashishga chaqirdi. G'amxo'r olimlar komiteti turmaga tashlangan yoki siyosiy sabab bilan fikr, tadqiqot erkinligi daxl tarjiga uchirgan olimlarning huquqiga ko'ngil bo'ladigan olimlardan tashkillangan kishilik huquq tashkiloti. Mazkur tashkilot Xitoy raisi Shi Jinpingga qarata yozgan ochiq xatini 27 yanvar e'lon qildi. Xatda mundaq deyildi: "Biz sizning munosabatlik ahvolini tekshirishingizni, Ilhom To'xti apandining tutqun qilinganligidagi sabablar haqida oshkora tushuncha berishingizni talab qilamiz. Xitoy doiralari Ilhom To'xti 15 yanvar tutib ketilib hozirgacha uning ahvoli haqida hech qanday uchur berib baxmagan." Aqsuning Qaratal yezisida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatlarini qattiq yurgizgan bir sekretar pichoqlab o'ldirilgan. Munosabatli doiralardan egallashimizcha voqea 2 hafta ilgari Qaratalning G'aldir kentida yuz bergan. Vaqada Xitoyparast sekretar Juma To'xtiniyaz 2 gumondor tarafidan pichoq tiqib o'ldirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Juma To'xtiniyaz kent aholilarini bostirishdagi zo'ravonligi va Xitoy soqchilari bilan yaqin hamkorligi sababli yurt jamoatining nafratiga uchirgan ekan. Vijdon mahbusi Niyaz Qahar turmaga tashlanib 6 yildan keyin uning delosi tunji qitim tashqi dunyoga oshkorlandi. O'g'lining asirtida yurak paramparcha bo'lgan Maryamxon ona yaqinda ziyoratimizni qabul qilib, o'g'lining ich og'riqiga chidamagan erining vaqtsiz qazo qilganligini bildirdi. Maryamxon mundaq dedi: "O'g'limiz Niyoz 2009-yilda tuyuqsiz g'oyib bo'lgandan keyin oilamizning aromi buzildi. Yo'ldishimning mingisiga qon tushib, palash bo'lib qoldi. Shuningdan keyin kesil borgan sari eg'irlashib, o'tgan yili tugab ketdi.
Niyaz balam texi dadisining tugab ketganligini bilmaydi. Niyaz Qahar Urumchi kashlik gazetining muxbiri bo'lib, o 2009-yili 5-yo'l vaqasi yuz berib 3 hafta bo'lganda tutib ketilgan va 13 yillik qamoqqa hukm qilingan. 5 fevral kuni egallishimizcha Urumchidagi hukumat doiralari Abduvali Ayubning delosi haqida chag'andan keyin uchur berdiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha 19 yanvardan buyon Urumchiga kelib, ukisining izdiyorkini qilayotgan Abduvali Ayubning akisi nihoyat tezda bu xabarga erishgan. Halbuki Abduvalining akisi shuncha tirishchanlik ko'rsatibmi, ukisining qaysi turmada tutib turilayotganligini bilmagan. Doirlar uning Abduvali Ayub bilan yuz ko'rish talabini rad qilgan. Abduvali Ayubning akisi doirlardan oxirgi qitim surishti qilganda, ular Abduvali delosining Qashqarga tushirilib, qayta tekshirilayotganligini, chag'andan keyin bu haqda oilasiga uchur berdiganligini bildirgan. Mustaqil ma'rifchi va ona til tashabbuskorchisi Abduvali Ayub o'tgan yili 8-oyda tutib ketilgandan buyon hozirgacha qo'yib berilmagan edi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.